Assalomu alaykum yurtdoshlar. Texnolux YouTube kanalimizda videoni anchadan beri qo'ymadik. Shuning uchun yangi aksiyalar, yangi skidkalar bilan chiqdik. Siz uchun eng zo'rini qo'yib beramiz. Video davomida ko'rib borsangiz, aksiyaning narxlari ham ajoyib chiroyli narxda qo'yibmiz. Hammasini 100% ko'rsangiz tushunib olasiz. Avtomat kir mashina, bir dana oyoqini, yonida nonni qo'shib beramiz. Duxovkasini, svistok choynikini, chopperini, tifalini, limon choynikini, fenini, keramika qozonini, pilsosini, mant qozon, blender, termopod, ishida ko'rib turgan hamma narsasini, qo'shimcha oyoqini bir dana avtomat kir mashina qo'shib beramiz yurtdoshlar. Narxini kelsa, narxi 5,5-6 million so'm bo'lib turgan avtomat kir mashina endi 3,5 million so'mga tushdi bizada. Bir kir mashina 6 kilolik 3,5 million, 7 kilolik 3 million 900 bo'ladi. Oling endi katta 8 kilolik 10 kilolik olaman desangiz, eng kattasini 4 million 900 ming so'm qo'yib beraman 10 kilolik avtomat kir mashina. Beda modellari dum ko'p bizada Zifler, Immer, Rolls dismo, Avalon dismo, istalgan modeldan bor. Hammasidan topib beramiz yurtdoshlar. Narxlar ham tushgan. Plus sizga shuncha sovg'asini tekina qo'shib beramiz. Yana bir ustanovka, dostavka mutlaq tekin bo'ladi. Bu Texnolux'da faqat sizlar uchun. 3,5 million so'mlik avtomat kir mashinamiz yurtdoshlar, knopkali bo'ladi. Ochiska barabani bor. Far bilan yuvadi. 6 kilolik motori, inverter motor bo'ladi. Keyin yana bir funksiyasi bor. Bosgan vaqtida yonmaydi. Tok yo'q hozir, to'g'rimi yurtdoshlar? Bu aylangan vaqtda o'zidan tok ham chiqaradi yana. Elektronni o'zi aylangan vaqtda ichida generator bor, tok chiqaradi. Bu degani tokni ekonom etadi degani. Shu kir mashinani masalan 4,5 million, 5 million sotilgan, sizlar uchun 3,5 million plus 12 dana sovg'asi bilan qo'yib beraman. Shuni 7 kilolik. 7 kilolik ham knopkali bo'ladi. Par funksiyalari bor, ochiska barabarlari, yana sirka par funksiya 7 kilolik o'zina yoziladi originalda. Motori BLDS inverter o'zidan tok ham chiqaradi bu 7 kilolik. Shuni 8 kiloligi bor, 8 kilolik desa 8 kiloliklari. Shunda xohlagan istalgan modellari bor. Bu yerda prosto kir mashina yo'q. Hammasi inverter, garantiyasi 10 yil bo'ladi, servis garantiyasi 3 yil. Polni barabani bilan motorni 10 yil kafolat beriladi. Bu degani siz bemalol qo'rqmay ishlatasiz kir mashinani. Yerkran suvi, vodoprovod suv, tok past, tok baland, parashok saylik degan narsalar bo'lmaydi. Hammasini garantiyasi bilan beramiz yurtdoshlar. Kelaverasiz, bu hammasi Texnolux'da sizlar uchun bo'ladi. Texnolux'da xolodilniklar ham zo'r aksiya qo'yib beraman. Oddiy masalan bo'yi 1,5 metr bo'lgan xolodilniklarimiz hozirgi kunda podarka degan sovg'a degan narsa bo'lmaydi. Sababi o'zi narxi 2,5 million so'm, bunga narsa qo'shishning iloji yo'q. Men Texnolux'da agar shu xolodilniklarni olsangiz, sizga LG kompaniyasidan bankali Vietnamskiy LG Pilisos originalidan 1,5 million so'm turadi narxi. Shuni mut chekina qo'shib beraman. Bu bizani tanlab kelganingiz uchun bo'ladi. 2,5 millionga bir xolodilnik olsangiz, bir pilisosi sizga tekin bo'ladi. 1,5 million so'mlik sovg'asini oling. Endi katta xolodilnik olaman desangiz, bu yerda Zifler bor, Immer brendidan bor. Bu xolodilniklar 4,5 million so'm narxi, 4 million 900 ming so'm. 4 million 900liklari ena 60lik, bo'yi 1,80 bo'ladi. Ena bularniki 55lik bo'ladi, 4,5 sal kichikroq bo'ladi. Bularga kelsak, bularga xohlasa gaz plita qo'shib beramiz, xohlasa televizor qo'shib beramiz, 45 dyumlik, 110lik bo'ladi, smart Android. Yoki bo'lmasa avtomat kir mashina 6 kilolik, 7 kilolik istalganini qo'shib beriladi shu yerda. 4,5 millionlikka 6 kilolik qo'shib beraman, sal kichikroq xolodilnikka. Sal kattaroqni olaman desa 4 million 900 7 kilolik avtomat kir mashina qo'shib beramiz. 3 xil variant qo'yib beraman sizga. Xohlasangiz avtomat kir mashina, xohlasangiz gaz plita bo'ladi, xohlasangiz bir dana Samsung original 110lik televizor qo'shib beramiz. 4 million 900 gacha bo'lgan xolodilniklari. Oling endi 4 million 900 dan baland, 5,5 million, 6 million, katta 6,5 millionlik xolodilniklardan olsalar, buni yonina qo'shimcha shu narsalari yana bir dana LG Piliosini ham qo'shib beraman. 6 milliondan 6 million 900 gacha bo'lgan xolodilniklarimiz Piliosi qo'shiladi. Ya'ni 3 dana sovg'adan tashqari Pilios qo'shiladi. 7 milliondan baland xolodilnik kattasidan olaman deb yurgan yurtdoshlarimiz uchun bu yerda yana Pozis xolodilniklarimiz bor, Artel bor, Ziflerning katta modellari bor. Bulara hozirgi kunda eng kerak bo'lib turgan narsa xalqimizga konditsioner. Xolodilnik, konditsioner eng kerak narsa. 7 milliondan baland bo'lgan katta xolodilniklari bir konditsioner 12lik ustanovkisi, dostavkasi bilan qo'shib beramiz. 7 million bir dana xolodilnik olasiz. Yonida siz uchun eng zo'ridan motori kichkinasi demaymiz, motori kattasidan
full DC inverter motorlu bo'ladi. Bu degani eng past kuchlanish tokda ishlaydi. 135 voltgacha ishlaydi. Ham ekonom etadi. Ichida tenlari bor, polni mis bo'ladi. O'sha konditsioner narxi 6,5 million so'm turibdi. Hozirgi kunda sotuvda. Men shuni 7 millionlik холодильник olsangiz, 7,5lik olsangiz, shu narsani ustanovka bilan sizga olib borib uyingizga qurib beraman. Ham холодильникli bo'lasiz, ham konditsionerli bo'lasiz. Bu faqat Technolux'da bo'ladi. Xohlagan konditsioner agar Zifler bo'lmasa, Rolls bor. Rolls demasangiz, Imber kompaniyasidan bor. Imber yo'q, menga kerakmaydi. 70 quraman desangiz, yurtdoshlar, bu yerda yana 70 konditsionerlarimiz ham bor. Xohlasangiz, bundan qurib beramiz. Birini o'zingiz tanlab aytasiz, biza olib borib o'rnatib beramiz bir холодильник evazini. Yurtdoshlar, bu faqat Technolux'da siz uchun 4 million so'm qiymati ega bo'lgan narsalarni tekina qo'shib beramiz. Qarang, buning ichida nima kiradi? Duxovkasi, pilisosi Samsung bankali eng zo'ridan, keramika qozoni, manti qozoni, so'kijimolkisi, termopoti, blenderi originaldan qo'yilgan, sistokchaniki, tifoli o'sha hammasi narxi 4 million so'm qiymati ega bo'ladi. Shu narsani sizga tekina qo'shib beramiz. Buning uchun bizdan kelasiz, birdan 12lik konditsioner Sentech bo'ladimi, yo bo'lmasa Imber bo'ladimi? Yo'q desangiz Zifler, Ziflerning yangi chiqqan modellari ham bor sizlar uchun. Eng so'nggi chiqqan modelni oldirib qo'yamiz. Full DC inverter bo'ladi bundan. Rolls istalgan modeldan xarid etib olasiz. Sizga shu narsalarni tekina qo'shib beramiz yurtdoshlar. Konditsioner uchun to'liq ma'lumotni ichkarida ko'rsatamiz. Bu Zifler kompaniyasidan 135 voltda pastokda ishlaydi. Ichiklari polni mis bo'ladi, tenlari bor. Eko rejimda ham ishlaydi. Volt kontrol bor, tokni o'zi normada tutadi. Sababi motori full DC inverter bo'lgandan keyin pastokda ishlaydi. Baland tok bo'lsin, past bo'lsin, normada tutadi. Bu konditsionerimizni motorlar ham katta bo'ladi. 60 kvadratda bemalol kuch yetadi. Qishda qizdiradi, yozda sovutib beradi yurtdoshlar. Narxlari har xil. Ziflerning o'zida 5 tur modellarimiz bor, katta, kichik. Bularni 5 milliondan 5,5-6 milliongacha narxlari qo'yilgan. Keyin Rolls kompaniyasidan Rollslar ham DC inverter motor bo'ladi. Ishlarida teni bor, eng zo'r hozir ходовой modellardan birisi. Bundan 5 tur varianti bor. Istalgan saylab olasiz. Keyin Immer so'rab yurgan yurtdoshlarimiz uchun Immer konditsionerimiz keldi. Motori Toshiba bo'ladi, yaponskiy. 70 desangiz, 70lar ham bor. Koreyskiy O'zbekistonda chiqadi. O'zimizda qo'shma bo'ladi, salnesniy. Bor zo'r sifati. Mana narxlari tushgan. Hozirgi kunda shu modellardan istagan olasiz. Shu sovg'alarni tekina qo'shib beramiz yurtdoshlar. Ustanovka ham ichida bo'ladi. Bizda konditsionerdan boshqa gaz plita deysizmi, mikrovolnovka deysizmi, vitishka deysizmi, katta plisoslarimiz keldi. Bu narsalar ham narxlari tushgan. Faqat bo'lgani konditsioner emas, yo холодильник emas, yo kir mashina emas. Bu narsalar ham zo'r narxda turibdi. 1 million 500 ming so'm oddiy ish Zifler plisosimiz 1,5 million so'm sotib turadi. 2000 voltlik, 23 litr bo'ladi. Bankali plisosimiz hozirgi kunda bizning Technolux magazinda 900 ming so'm narxi tushgan. 600 ming so'm skidka bo'lgan. Imber ham shunday. Keyin Moishi Yuvodon pilisos izlavergan yurtdoshlarimiz 1 million 800 dan sotib olib yurtdilar. Beston kompaniyaniki. Bizda 1 million 300 ming so'mga tushgan yurtdoshlar. Keyin undan ham katta Rolls kompaniyani Carter katta pilisoslari keldi. 30 litr bo'ladi hajmi. Bu yuvadi, suxoy ham tortadi, universal deb aytiladi. Mana narxi 2,5 million so'm, 2 million 300 sotilgan. Hozirgi kunda bizda Technolux'da bu pilisosning narxini sizlar uchun 1 million 400 ming so'mga qo'yib beraman yurtdoshlar. Faqat bu Technolux'da bo'ladi. Ulgurib qolinglar. Bu aksiyamiz bir hafta bo'ladi. Bir hafta davomida bemalol kelib olsangiz bo'ladi. Avtomat, pol avtomat kir mashinalar ham narxlari tushgan. 2 million so'm bo'lib turgan hozir katta avtomat, pol avtomat kir mashinalarimizning narxi 1 million 400 ming so'mga tushgan. 600 ming so'm skidka bo'lgan. Sal kichikroq 1 million 600 liklari 1 million 1 million 200 ga tushgan hozirgi kunda. Endi bu pol avtomat izlab yurgan yurtdoshlarimiz uchun agar gaz plita qarab yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, gaz plitaning stolni variantlari keldi. Bu ham stolga qo'yib ishlatsa bo'ladi, ham mebelning ichine o'rnatsa bo'ladi. Narxlari 1,5 million so'mlarda, hozirgi kunda 1 million so'mga tushgan yurtdoshlar. Bu spichkali bo'ladi, gaz kontrolli, dvonyoq garelkali, usti cho'yilli, eng zo'r full variantini oldirib qo'yibmiz. Narxi 1 million so'mga tushgan. 4 ko'zli gaz, duxovkalari bor, usti pasti yonadi. Eng zo'rlarini olaman degan yurtdoshlarimiz ham narxlari bular ham zo'r turibdi. 1 million 600 ming so'mdan 2 million 800 ming so'mgacha qo'yib beramiz narxini. Plus yanında bular ham podarkasini qo'yib beraman. Gaz plita ob'yom katta bo'lgandan keyin
sovg'asini ham beramiz. Sovg'asini bir dana yuqorida turgan vitishkasini qo'shib beramiz yurtdoshlar. Havo tortadigan yo'qmi, vitishka kerakmi desangiz, Texnoluxdan bir plisosini tekindan qo'shib beraman. Agar plisos ham kerakmi desangiz, 10 dana sovg'asini do'kondan xohlagan narsani saylab olsangiz bo'ladi. Bu faqat gazlar uchun bo'ladi. Şu aytılgan narsalarni hammasini 7 kun davomida bemalol kelib xarid etib olsangiz bo'ladi. Aytılgan narsa aytılgan yerda qolib ketmaydi. Hammasina javob beriladi. Shu aksiya bo'yicha biz sizni kutib qolamiz. Faqat Texnoluxda.